Assalomu alaykum. Hozirda o'zimga yoqadigan zo'r ovqat qilyapman. Hozir otini men bilmayman. Hamma har xil aytadi. Bu ovqat po'lat alanlarda nima deb keladi po'lat oldiga. Shu ovqat hozir. Mana keyin. To'g'ri desam buni o'zbekcha otini bilmayman. Короче, piyoz, pomidor yaxshilab qovurib olinadi. Keyin tuxum qo'shiladi. Piyoz, pomidor qovurilib, ozoq tuz sepib, raqsbem, qo'shimlari bor. Sepib, keyin tuxum qo'shiladi. Uchrashib aralashtirilib qovuriladi. Xullas, kim biladi mana shu ovqatni? Kim yeb ko'rgan, kimga yoqadi yana?